Я чпах-чпах, я сделал, он пошел, потом Сука, у меня долбоёб. день круто был сегодня. 2 девушки я чпах я сделал сегодня. Какой кошмар. Почему это супер. 2 девушки сразу, чпах-чпах. Короче, ты смотри, недавно прикол был такой. Он нашел, поймал какой-то там шамардинку, да, и они вместе снимали ролик, типа она моя бывшая, у нее от меня, у нее сын, блядь, он выкладывал, пиздец, родители мне звонит, говорит, что ты нахуй творишь, блядь. Это еблан, блядь, выложил нахуй. Ajrashtirib yuboraman, jalabi quyut qilma, mo'nisdan momoyinam egasiga ajrashtirib yuboraman, oilangdan nega quyut qilma. Сука. Так, давайте Ajrashtirib по yuboraman. очереди. Po Э, очереди sikaman deydimi? Aha, po очереди. Что? По очереди. Да, внимания не обращай, он. Я имела в виду, рассказывайте по очереди, как у кого день прошел. Sardor каждый день спит, я трах-трах, он, блядь, на улице, блядь, скильяновский, все. Сегодня были Бля, какие-то Сами, исключения? Люси, день, моя день был. Я видела, что Сардор сегодня в спа был, в бассейнах купался. Это я на эфире увидела. Да. ну, тебе тоже смешно, да, как он разговаривает по-русски? Кто? Азиз. Ну, каждый как может, так и разговаривает. Я вот Ну, вообще не умею на вашем языке говорить. у него акцент пиздец просто. А у тебя тоже пиздец нахуй акцент. Кстати, ты знаешь, он сын Путина. Что это? Что это? У него папа... Что это? Что Серьезно это? я тебе говорю? У него же даже Хорошо. песни есть. Внебрачный сын? Ну, родной, как он говорит. Родной мой папа с Путин. Переключаем тему, ребята. Путин, да. Мы в России находимся, не надо. Спасибо всем за подписки, мне очень приятно. Ular otam yurtida sikilib ishlashyapti bular. Почему Сардор сидит, скучает? Чем он занимается? Sardor Zamira jalab kirdi. Zamira momoyni ammagasiga jalab, иди сюда, Басу jalab. Переведите мне, пожалуйста. Zamira Это очень плохо слова. Tushunadi. U Zamira tushunadi u bechora harom bilan. Basu jalab. Типа сучка. Кто? Zamira, знаешь Zamira? Нет, не знаю. Атланта. Почему не знаешь? Атланта. Атланта? Ой, Он узбекский имя Замира. Он большой, мировой jalab. она мне не нравится, если честно. Вот, Эта девушка. jalab. Поэтому тебе не нравится. Он jalab. Большой Она jalab. какая-то не совсем воспитанная, мне кажется. Просто. Ona endi sizga harom it. Zamirani yoqtirmas ekan bu. Sardor Zamira menga yoqmaydi deyapti. Ты поняла мировой джалаб? Что? Он же говорил, что мировой джалаб. Поняла это слово? Мировой, да, а второй нет. Это... Второй нету, мировой. Мировой. Джалаб. Мен кеттім, бупты. Нихуя, мен... Все... Взаимно буду общаться с вами. Men qara unaqa ishlardan uzoqroq yuringlar, sikilib ketasizlar. U millatparast jalab lo'li mo'li deb hoji ham gapirib yuboryapti, bilat tikadi. Mana u qizni qara, chiroyliligini asalim deb. Jonim, Я все. Пока-пока, взаимно было общаться.
Увидимся еще. Все, хорошего вечера. Спасибо за перевод. Переводga kallasiga qo'ta он пидорас, вот это монстр, пидорас. Это же ваш друг. Почему вы его так Нихуя обсуждаете? мой друг, это пидорас. У него имя такое. Все пишут монстр. Нету, не монстр, пидорас у него имя. Да не может быть такого имени. Вот, Кана, пидорас, честно, я говорю, честно, он пидорас, самый пидорас и монстр. Кошмар. Ясмин, Да, Ясмина, да. я тебя скучаю. Я тоже О, скучаю. я тоже скучаю. Я смущаюсь. Bizam zerikib, я тоже скучаю. Ясмина, Джоном. Ау. Я тоже Ау. скучаю без тебя. Dorini ichirib sikaveramiz sekin. Что? Что вы сказали? Я тоже люблю, я скажу. Я тоже люблю. Ты мне Lekin, bilan, понравился. Спасибо. lekin Aziz, lekin borki qiz ko'rib bunday chiroyli qiz ko'rganim yo'q edim. Qara. Tabiiy chiroyli bilib. Очень. Очень, блядь. Haqiqatda. Ясмина, Ясмина. ты сегодня смотри меня эфир. Я бассейн там, Да, я джакузи. видела. Я писала, смотрела, да. Но я не могла выйти в эфир, потому что я была в университете на учебе. Senga yoqdimi? Aziz so'ra. Тебе понравился? Конечно, мне очень понравилось. Это Дубай. Красиво там. Красиво очень. Я золото магазина там. Да, я Я видела желаю в ТикТок тебе. или в Инстаграм видела в этом, вы маме покупали. Да, это Что ты Инстаграм? красивое золото есть, окей? Очень Я, красиво. ты в Дубай в гости приехал, я говорю, Подарю. ланч, одна цепочка, одна подарил. Спасибо большое. Вы мне вчера телефон обещали, сегодня уже золото. Это- Телефон это хуйня, это телефон это хуйня, это хуйня телefon. Kecha telefon abishat qiluvding deyapti, biladi buni abishat qilib olib borib olsang bo'laveradi. Sekin qo'yganini. Omad chiroyli qiz, savdor. Dubayda ham ko'chada qolmaydi bu. Dubayda ham ko'chada qolmaydi, savdor. Что? Dubayda ham sen xotin qilmasang, men o'zim xotin qilib olaman. Buni Dubayga borib yashayveramiz, ikkovimiz efir qilib, battle o'ynab, tirikchilik qilib, bir kunimizni ko'rib olamiz. bu bilad Aziz. Omega sizga bilad yoqtirib olyapman bu qizni. Chiroyliligini qara. Asal. Qoshlarini qara. Videolariga kirib ko'rdim, yig'lab like bosdim men. O'g'ri. Yig'lab like bosdim onasini ko'rtingazki. Onam Onam muxlisi bo'lib chiqdi bu qizni. Onamga ko'rsatdim, onam muxlisi bo'lib chiqdi. 48 litr bir. Yo'q, 48 li yo'q bizda. Endi 48 li olaman. 42 li zo'rda ko'ryapmiz. Videolar. Переведите кто-то. Videolar yig'lab like bosyapti ko'r ekan. Я твой фото, видео, все, я видел твой Инстаграм, я лайк поставлю. Ты видишь вчера? Мне? Да. Aziz, Спасибо, Aziz. я не видела. Aziz, вот это Aziz, мама твой фанатка. Правда? Да, мама, у меня мама уже, мама, бля. Мама тоже плакает твой видео, фото, видишь, он лайк, будешь лайк. Мне очень
приятно, спасибо большое, спасибо. Ko'ryapsan, Это hamma yoqqa ей? ishontirib yuboramiz biz, borib bular ishonuvchan bo'ladi. Мне Lekin очень приятно. zo'r qizcha ekan bu Aziz. Спасибо. Bunga mama Спасибо всем за тоже подписки, тебя за люблю. лайки. Mama тоже люблю тебя. Спасибо. Передайте ей благодарность, мне очень приятно. У меня второй жена умер. Второй жена умер 2 года назад. Мгм. Мама сказал, ты хочешь замуж меня второй? Я? Да. Нет. Почему? Потому что. İkinci xotini bo'lib qolgan dedim. Sen menga tayasanmi? Ikkinchi bo'libdi. Sardor ты будешь, да, замуж, да? Наверное, да, не знаю, Ой. посмотрим. Куда ты посмотришь? Давай замуж будешь сразу. Bля, seni yoqtiraman deyapti bu jala bilan. A menga ilonlar sikur. Все пишут, что вы пошутили по Ne поводу dedim? мамы. Ha. Nimaga hamma qizlar meni yaxshi ko'rib qolaveradi? Ha sen bo'ydoqsan-ku, bizga qaraydi jala bir shu yerda xotini bor deydi. Bundan chiqmaydi deydi. Er chiqmaydi bu xotiniga ish xotin bor deb o'ylaydi-da, biz o'zi bo'ydoqmiz. Скоро выучу Kim? ваш язык, буду вас понимать. Ha, Не сможете скрывать от меня ничего. hech narsa yashirolmaysan. Tez kunda men o'rganib olaman tillayni dedi. Qo'taqdek o'rganolmaysan. Eng qiyin til bizni til. Что вы говорите? Biza o'zbekcha gapiraversa, qiziqib Ребят, ketyapti. переводите мне все в чате. Ой, я учу тебя, Анастасия. Зовут Да. Анастасия. Я тебя узбекский язык учу. Я тебя. Спасибо. Если в Узбекистане приезжает, 1 месяц рядом живешь, бля, потом нормальный разговор будет узбекский. Это намек? Не честный. Хм. Потом ты беременный будешь. Не. О, 1 день хватит мне, я сразу, я уже, nima deydi onangni ko'rtigasi, опытный человек, опытный. Не 1 надо день, мне такое говорить. потом сразу ты беременный будешь. Нет. Зачем вы так? Ты не хочешь беременный будешь? От вас нет. Сардору А все вам надо знать. Секрет. секрет здесь не будет. Жизнь не надо секрет. Именно Но я вам не здесь. скажу. Когда ты скажешь, вот скажи, будешь Я или буду нет? беременна только от своего мужа. А кто будет моим мужем? Не Я знаю. буду твой первый муж, Нет. второй Сардор будешь. Мне один муж нужен. 1 муж нужен. А тогда я. Нет. Ну. Почему 1? Давай сразу 2. Зачем мне 2 мужа, если у меня есть, ну, будет 1 муж? Мне одного хватит. Одного. Ko'ndirolmaysan. Ko'ndirolmaysan mana. Ko'ndir. Что? Ko'ndir deydi. Bu aytyapti, menga 2 ter kerak emas, menga 1 ter kerak deyapti. Bittasiga ham ko'ndirchi. O'zi ko'ndirolmayapti bittasiga. O'sha bittasiga ham ko'ndirolmayapti bu qanchiqda bilan. Mama chiroyli qiz, Sardor. Сегодня стиль другой, завтра другой. Сегодня ты красивая стала. Красивая. Завтра тоже. Спасибо большое. Qara, Спасибо. Ama har bitta gapingga madaniyatni qara, onasini ko'rtigasiga madaniyatni qara. Har bitta so'zingga rahmat aytadi. Tavba qildim.
Nimaga bizda bunaqa emas ekan? Yosh bolalar ham ayasiga aya, пожалуйста, olib bering deb gapiradi-da, bizda onangizki, voy dod, olib ber, voy dod, hamma yo'g'ini tilib tashlaydilar yosh bola ham. Bularda hamma so'zda пожалуйста, пожалуйста qo'shiladi. Bizda qachon bir madaniyatli bo'lib ketamiz ekan biz ham. А что вы сказали? Aziz To'g'rimi? ketsam kelamizmi? Surat после Рамадана ты будешь в Дубае, Анастасия? Если пригласят, то думаю, что если у меня получится, то да. Meni chaqirsa dedi, xudo xolasa dedi, inshaalloh boraman dedi. После Ramazon dedi. Ro'zada sikishib qo'ymanglar, gunoh bo'ladi. Ro'zadan keyin sikishsalar sal gunoh kamroq bo'ladi. Sen ham gunoh bo'lar ekan. Nihuyat себя. Lekin onangni sizga oxiri shu russkiy hayotga kirib ketaman. Ha? Sikishib, yillab yashab, to'g'ri kelsa uylanib, to'g'ri kelmasa bo'ptisan berib, ha? Anastasiya, Да. Sardor, ты сначала 1 год, 2 год, 3 год живешь местно, друг другу знаешь, характер все получится, потом свадьба будешь, да? Ну, если все будет хорошо, то думаю, Ана. да. Qanday qara, onangizki sikib ikkovimiz bir-birimizga to'g'ri kelmadik deb ketaverasan 1-2 yildan keyin. Roziman. Mana shu bularda shunday. Mana bularda shunday, bularda сразу свадьба не будет. Нет. Сначала, вот, сначала живешь друг другу, постель смотришь, все смотришь, все ништяк, потом свадьба. Ama bular Конечно, так как и должно быть. Сначала люди живут вместе, узнают друг друга, и только потом спать. ammani yalatadi. Ammamni yalang jonim desa nima deysan? Ha, bularda shunday. Senikini ham so'radi, bular o'zinikini ham yalatadi. O'shanda endi nima deysan sen? Bitta og'iz olib kelib olasan. Aptekadan. Shuni tirnasan, hali puntligidan olib olasan. Amrini aptekadan bitta olib kelib olasan. Deyalaveradi. Bularda shunday, Sardor. Bularda shunday. Что? Emasdir. %100. %100 shunday. Er-xotin 69 qiladi. Er-xotin 69 qiladi. Вот это понравится, вот это девушка такой поза. Ты согласен с это? Что? Что вы там говорили? Ты согласен, Сардор? Что вы говорили? Я не знаю. Я не знаю, Нина. Что вы обсуждали только что? Bir kecha quchoqlayotsam onasini Я что-то услышала за какое-то пузо, и все. Dunyodagi eng baxtli inson bo'laman. Bir kecha quchoqlayotsam buni. Bunaqa emas deyapti. 69 qiladi dalbayoblar, 69 qiladi ko'tlar.
69 poza. Что? Ruschasiga nechi bo'ladi? Ruschasiga yozinglar. Poza. Poza знаешь? 69 necha? Onasizki raqamni ham bilmaymiz. Кто мне может в чате перевести по-человечески? Пожалуйста. Qara, shirinta gaplari ham bilar. Пожалуйста deng. Onangizga 50 yillashiga xotinim пожалуйста demaydi-ya menga. Voy bilim. Voy bilim. Madaniyatni qara, onasini ey. Inson Madaniyat. qadri bor. Bularda madaniyat очень культурный общение. Культурный, очень. Спасибо. Мне Здесь очень приятно. в Узбекистане грубой все разговор. Грубой. У нас, пожалуйста. Вот. Это мне понравится. Я Спасибо люблю так. большое. Правильно. Спасибо. Biladi, O'zbekistonda madaniyat yo'q-da, biladi. Bir-birini so'kkan, urgan. Bularda har bir so'zda пожалуйста qo'shadi-da, qaranglar. Gaplashganda maza qiladi. Iltimos deyapti. Iltimos deydi-da. Yo'q, banavro. Bizda madaniyat o'lik-da. O'lik madaniyat. Birorta odam iltimos demaydi. Qanday bu holatga kelib qoldik? Qo'ying. Hamma so'zga iltimos qo'shadi-da bular. Oddiy suv beryapti, пожалуйста, beradi. Что? Jonim, я тебя люблю. Спасибо. Rahmat deyaptimi? Bularda madaniyat bo'ladi-da, rahmat. Bular aydaqa tushunmaydi. Mun qarab tur, man qara, gapni qara. Вы очень сексуальная девушка. Спасибо. Ana, ko'ryapsan? Bular xursand bo'ladi, Sardor unaqa desang. O'ziga chiroyli ayolni, chiroyli qizni shunaqa deydi. Bular o'ta xursand bo'ladi, bu so'zdan xursand bo'ladi. Chunki bularda birinchi o'lib qomatiga qaraydi, pasteliga qaraydi bular. Onangizga 4 ta bilan, maytiga 4 ta bilan nonni o'rab mol boqqani jo'natib yubormaysan. Mana. Mana. Haqiqiy o'ziga qaraydi bular. Bizi ayollar ham qaraydi, lekin bizi ayollar qishloq sharoitida endi o'ziga ko'p ayol qaramaydi. Bular hammasi vнимание o'ziga cho'tki qaraydi. O'zbekistonda qanday yashaymiz keyin bu qiz bilan? Bu qiz O'zbekistonda yashaydigan qizimiz, O'zbekistonda yag'ri chiqib ketadi bu qizni. Bu qiz Yevropada, boshqa davlatda yashaydigan qiz. O'zbekistonda biz yag'ri chiqib ketadi, bir haftadan keyin tanimay qolasan xotiningni bilan. Mana yerda soqollari chiqib ketadi. Aka, assalomu alaykum deb orasan ko'rib. Bu ham пожалуйста deydi. Soqol chiqib ketadi canım. Ты, Анастасия, у Да. нас вопрос есть между собой. Если Сардор, ты замуж будешь, Узбекистан, ты можешь живешь? Ну, я всегда говорила, что если я выйду за своего мужа замуж, я буду жить там, где будет жить он. В Узбекистане точно ты живешь? Я не вижу в этом никакой проблемы. Если мой муж будет жить в Узбекистане, то я тоже там буду жить. Там, в любой стране, где будет жить мой муж. Men erim qayerda bo'lsa o'shda yashayman deb. O'zbekistonni, если Сардор один qishloq живешь, 40 баран есть. Ты каждый день чик-чик-чик-чик-чик-чик. Утром ты один чоп, узбекский чоп возьмешь, баран ты кушаешь. О, таля, мол боқасам, мол. 40 Это баран. правда? Уже qo'yib ko'ryapsanmi, Sardor? O'zi pizes biladi, qo'yga o'tirdi. Da.
Скажите, что вы шутите. Да, да. Ko'rdingmi, to'qqiga o'tirgizib yuboraman. Bular O'zbekiston bir kun yashamay dindan qo'y deydi. 30 yil sevgimizga amimni qo'ydim deydi. Tamam. 30 yil sevishgan bo'lsang amini qo'yib ketadi. Tamam qizim. Anastasiya, у нас свет нету, газ нету, на улице ты потом Сардору ты постель ты будешь, потом на улице душ сделаешь. Не пугайте меня. Нет, честно, туалет нету, ты вот так внутри, вот так ты Сардор, сидишь в это туалете. правда или нет? Вань. Туалет. Туалет нету даже. На улице туалет тоже. Сейчас, Построим, подожди. все построим. Сейчас, подожди. Сам пастор. Тогда хорошо, хорошо. Сейчас, подожди. Ko'nglini suvitib yuboraymi? Yerga tegishdi. Сейчас. Bular yashalmaydi akalar, bizni hayotga yashalmaydi. Bular bechora bitta qo'shnimiz bor Sardor, bitta o'zbekga tayganda xor bo'ldi o'sha rus xor bo'ldi. Shu haligi eri alkash jala bilan paypoq to'qib sotib yashadi bilan. Oxiri ketib yubordi. Вот мой дом. Давай, покажи. А что вы мне говорили? Туалета нет, душа нет. Hozir sizlarga obzor qilib bir ko'rsatamiz. Uy bitibdi. Sardor o'zi Dubayda yuribdi. Bitta xotin kerak ekan xolos. Очень красиво. Do'zalar kirishi bu yangi uy bo'ldi. Yangi uy. Mana tomoni qani bismillah. Ertangi ko'rib ko'rchi. Qani Очень красивый дом. Bekler bilan bitibdi. Endi Malikda biz yo'q. Endi O'zbekistonda ham bu qandoqlar bitibdi, zo'r chiqibdi. Qo'yni. Daryoda ham bir ko'rsatamiz sizlarga endi. Hozir endi bunga bitta zohid xotin kerak ekan, xolos. Hech nimasga sen bo'laverar ekan. Hech bo'lmaydi. Hech nimasi kerak emas ekan xotin. Yangi xonani ko'raylik, yangi xonani. Svetlarga o'xshagan xona. Чего себе. Mana 5-6 xil bo'ladi. Yo'nalgan 5-6 xonga. O neden bitibdi? Eshiklar hammasi cho'kdi. Billah. Voy. 3 kun so'rdi, mana ham xona bor ekan. Narada ham xona bor ekan. Nima bo'lyapti? Endi bitta xotin kerak ekan, xolos deyapti. Zemani xotin hech nimasi kelaveradi. Endi mana bu mehmonxona ekan. Bismillah. Bu yillarda ko'ryapsizlar, xonam yo'q. Zamonda uchun narda, hamma yo'q. Nechtaga, qanchagacha, televizorgacha, любой narsagacha qo'yib qo'yilgan. Zohid Очень nima bola? красиво. Pash qilib video o'g'incha. Nima dalvoyapmi? Pizdes napas olibdi, jarang. iPhone'da bilasan, napas olsang ham chiqadi, biladi. Qo'lim nafas olgan. Biladi, videoni ko'rguncha biladi, ichim qizib ketdi. Это моя дом. Анастасия. Это дом Сардора. Где Сардор? Это моя дом, я там сидит. А сейчас вы почему не дома? Вот это моя хайна дома. Я ички yo'q. Поняла.
А, Видите, Мне, и душ есть, мне, и туалет есть, все есть. Ой, baran бассейн тоже есть. есть. Меня дома бассейн есть, бильярдный зал Даже есть, бассейн трен- есть, все есть. трена- тренажер зал есть, футбольный стадион есть. Тренажер очень, ну, тренажерный зал это очень круто. Я себе тоже хотела Да, дома да, тренажерку. меня дома все Ikkovlaring zalga есть. chiqib ketyapsizlar, kechpi. Hozir, сейчас, подождите. Это новый дом. Это мне старый дом есть сейчас. Сейчас. Мой старый дом. Ясмин. Да. Hozir yiqiladi Ого. qilmasin bandasiga chor qilmasin. Какие хорошие. Yiqildi deb o'ylamang. O'ylamang, sindim, cho'kdim. Kelgusi bahorgacha faqat bargimni to'kdim. Biz yana gullaymiz. Bizni sindi cho'kdi deb o'ylagan odamlar, adashib, bir misolni aytsin, bizga buni kemasi cho'kdi deganlar, bizni kemamizni suv osti kemaligini bilmaydi. Моя машина. Красивая. Очень красиво. Да. Вот. Yiqildi deb o'ylamang. Классно. Bu mazasi qochib qo'yapti. Endi gapir. Endi sen bilan gaplashmaydi so'ra. Все равно у меня сердце тебя. Все, у меня машина нету. Ты, я, все. Мощно живем. Нахуй нужен машина. Велосипед есть, велосипед. Ну, как вам сказать? Ну, не знаю, как вам ответить, но я вам уже отвечала по этому поводу. Что отвечал ты по поводу? Нет. Вот так я ответила вам. Bu menga qo'tag'im bilan men ham ko'rsatamanmi deyman. Alo, hamma Вот. mashinani alo, все машины собирай, давай. Дома я Ясмина, покажу. Да. вот это Дубай, дубайский меня машина. Какая большая, красивая. Очень Козела красиво. искали. Круто. Сейчас, Красиво. вот первая машина. А, это вторая машина. Сейчас.
Davlating borida, aqching so'rada, oychog'ing barlar. Shaxs. Dalbayoz, marvarid. Marvarid degan ota o'zi. Amiga mana telefon. Otita Mustang. Atlas, Красиво. Jandon. Классно. Вы молодец. Şalar kımmatı, şükrüsüz sunmatı. Boylik, ulug' ne'mat, yo'qning son qiymat. Dunyo shunchalar qimmat, shukrsiz surmat. Красиво. Bular Очень. endi ko'nglini istayap turdim, qo'tag'iga tiqding hamma yo'li, bilat. Bular, Endi gaplash, endi gaplash. bular. Я E, все равно он меня любит, все равно. Tiniki. onangni kut, onangni kutiga sikaylar, onangni omidan prakat bo'ladimi? Hozir pastga chiqib hozir ko'rsataman efirda o'zida. Xohlasang Mustangni, xohlasang Cadillac'ni ko'rsataman. Bir kunda Cadillac Escalade olganman. Bir kunlik battle'da Cadillac Escalade olganman. Bir kunlik battle'da $70,000 pul topganman. Onang nomiga skate. Onang nomidan bilan prakat bo'ladimi? Onasi jalab $70,000 pul topganman. Yibam biladi. Onang diski $70,000 senga 25 ta beradi senga o'xshagandan. 40 ta beradi. Dalbayob. У тебя есть машина, У меня Анастасия? еще нету машины. Только хочу сдавать на права. Onang Права тоже не nomidan prakat bo'ladimi? Dubayda biron Что-что? marta Права Dubayda тоже. shuncha Dubayda shuncha yurdim, mana onasiga biron marta taksida yurganimni ko'rdilaringmi? Biron marta taksida yurganimni ko'rdilaringmi? Постоянно mashinada yuraman. Bir kun Mustangda yuraman, bir kun Cadillac'da yuraman, bir kun boshqa Mustangda yuraman. Qachon ko'rdilaring taksida yurganim? Taksida yurganim yo'q kelganimdan beri. Когда сдам на права, тоже куплю себе какую-то машину, но еще пока не знаю, какую. Когда будешь права? Планирую в марте или в апреле идти в автошколу. Права yaptık. Я тебя, если ты права получил, я тебе подарка машина дам. Dubayga Хорошо. halol mehnat qilib ishlaydi dedi. Halol mehnat qilib eshak ishlaydi. Qora mehnat qilib eshak ishlaydi. Odamga qul bo'lib ketmon ko'tarib, yuk ko'tarib ishlash chiqarilmagan. Kallasi ishlagan odam aql bilan ishlaydi. Какой машина Eshak хочешь? ishlaydi. Машина. Наверное, Porsche. Porsche? Думаю, да. Porsche какой? Cayenne. Porsche какие? Угу. Окей. Porsche Ты, Porsche. ты, Сколько стоит Porsche? Porsche bu yoqda qimmat emas. Cadillac'ni puliga ikkita Porsche beradi. Biznikilar Ben ko'rolmaydi. sevdim. Biznikilar hech ko'rolmaydi. Bitta yarimi ichidan bilet mana shu qishloqdan chiqqan jaydari bola shuncha darajalarga erishib, shunday yuribdi deyishi mumkin. Dahoyasini ichi giryaz, ichi qora, onangni ski biladi, nafrat ko'rolmaydi biznikilar, вообще ko'rolmaydi. Ko'rolmaydi. Umuman. Ko'rolmaydi. Yomon O'zi ko'radi. Puling ko'payib ketgan sari bilyard deydi. Pizdes yomon ko'radi. Astag'firulloh. Gading o'zi bu bo'lib yursang ham yomon ko'radi. o'zi bo'lolmaydi, birov bo'lsa ko'rolmaydi. Biznikilar shundayda, xafa bo'layotmanglar. Endi hammalaring emas, ichlaringda borda shunaqa bir musor, omini yegan, halol ishlar bunday qildi. Nima endi onasizga stroykaga borib, omim chiqib bilan yetadi onasizga 20 yil bilan itdek bilan beton qorishda ishlaganman. Yetadi. 20 yil omim chiqib ketgan. Mehnat qilmaganim qolmagan. Sen bilat hali qilmagansan men qilgan mehnatlarni. O'zim uchun qilib o'rganman unisini ham. Hech qachon mehnat qilib, omi chiqib yurib, bilat
ko'tsikka yurib, almato'ra beton qorib, issiq qishtigan odam boy bo'lmaydi. Kallani ishlatgan odam boy bo'ladi. Alloh bergan odam boy bo'ladi. Dalbayo. Neymani qiz Alloh biladi. Alloh shunchalik xohlagan ekan, Alloh beradi. Hamma libo insonni anosini rizqini Xudo beradi. Agar shu narsa harom bo'lsa, yuqimay ichidi. U birinchidan. U yuqimay ichidi. To'xtab tur Sardor. Yuqqanidan shunday yurinma. Yuqimay ichidi. Ha, Bir kunda to'g'ri. $1 million pul top. Agar o'sha yuqmasa, Alloh bermasa yuqmaydi. Bir kunda yo'qotib qo'yasan. Yuqqandir shunday yurinma. Qo'tog'miya bilan. Kallangga qo'taq. Анастасия, Tekkangi og'zingga keldi. Анастасия, если ты будешь Сардор замуж, ты принять мусульман? Будешь? Ну, если мой будущий муж будет какой-то веры, то да. О, молодец. Молодец. Но сначала главное, чтобы мы пожили, я точно была уверена в этом человеке, и тогда да. Voy, молодец. O'taman deyapti men dedi. Agar uvering bo'lsam o'sha odamga deyapti, o'shani diniga o'taman deyapti. Musulmonga ты будешь, да, потом? Ну, я это понимаю, да. Молодец. O'zbekistonga bormasam ham O'zbekistonda senga o'xshab sikilib, eshidi, omi chiqib yashayotgan yo'q oilamni. Endi borib qara. Oilamga sharoitni shunday qilib berib qo'yganman. Kichkina maktabda o'qib yurgan 8-sinf ukamni ko'tintayda mashina bor. Negativ, qo'taq. Shundaymi? Dadam meni hech kimda yo'q mashina tagida yuribdi. Onam meni hech kimda yo'q tagida mashina yuribdi. Katta o'rtancha ukam Toshkent universitetida o'qiydi. Tagida mashina eni kvartirasini qilib berib qo'yganman. Qo'ttag'imiya biladi. Meni kerak bo'lsa bilad qo'ni qarindoshimga ham tagiga mashina qilib berib qo'yganman. Tanimagan 7 pushtundan bo'lmagan, umma ko'chada bilad qiynalib qolgan nechta odamga uy qilib berib qo'yganman. Mana musor bilad. Otang bilan onangga bir-biridan non borib qo'y. Men bilan 25 yoshli bolaman, qo'taq. Otang bilan onangga borib bir-biridan non borib qo'y. Aka ukangga bir-biridan non borib qo'y. Keyin gapir menga kelib, musor bilad. Hammasiga o'zim qilib berib qo'yganman. Hammasiga. Gandon. Почему Сардор такой расстроенный? Я вот это здесь негатив пишешь, потом ругаешь. Endi Тут что-то кто-то пишет, мне просто не вылазит новое сообщение, вообще ни одно. У меня нету чата. O tagda zo'r chat ko'rinmasa jonim. Yasmina, это узбек, полностью сердце грязь. Там одна узбек человек, там полностью звезды, полностью в мире популярный человек и полностью олигарх, это куралмейди. Вау, Поняла. харомы, это гандон, это куралмейди. Это узбек. Понял? Поняла, да. Ana shunday bizda. Не расстраивайтесь. Bizda Все будет shunday. хорошо. Bizda shunday. Bizda shunday. Lekin mana o'qish chiroyli ekan. Multidan chiroyli Sardor bu qiz. Mana yaxshi yozayotgan akalar, joninglar sog' bo'lsin. Prosta bilad, mana shunday begona millatni qizi bilan gaplashamiz. Mana bu yerda nahvoy kerak unaqa gaplar yozib. Gapirsam mana bunday bilan ko'ngillanga tegadi. To'g'risi. Nima bularda yo'q unaqa xarakter. Mana muomala madaniyatini ko'ryapsizlar. Nima boshqa millatda yo'q unaqa gap. Bizda shu faqat ko'ralmaslik, birontayni borib arpangni xom uramaganman. Birontaydan bir so'm pul muttaham emasman. Birontaydan hech qanday muttahamlik joyim yo'q. Yo bo'lmasa birontay menga oshirib qo'ymagansan. To'g'risi, birontayni bor agarotingga tosh otmaganman. Birontayga yomonlik qilmaganman. Bu qizga bilad kursdami? Sizlar pastda kuyib ketyapsizlar, yonib. Tutab ketyapsizlar onasini sizga.
tutab kuyib ketyapsizlar-da, bular. Tushunyapsizlarmi sizlar nima qilayotganlaringni? Tushunyapsizlarmi? Tushunyapsizlarmi sizlar nima qilayotganlaringni? Bu qizga ko'rsatayapman. Mana shunday sharoitim, mana. Aldayotganim yo'q, yo bo'lmasam bir nimadan bilan kamchilik qilmayman. Naborot, jallab biladi, paddashga qilish kerak biladi. Vot biladi, bizni millatimizdan emas. Naborot onasini sikib maqtash kerak bularga o'zimizni kimligimizni. Ye? Ye biladi. Gapirayotgan gaplaringni qaranglar-da biladi. Tudimidi, sudimidi, prokatili, uyidi bu ko'tingdan kelami, naxuy kelin mana bu yoqqa Dubayga. Bitta mashinani arendaga mayli qo'ysin ham, arenda bo'lsin qo'ysin ham. Mayli senlar tomondan bor. Kelib turib bitta onasiga oddiy mashinani arendaga olib Dubayda shuncha mayli to'ra yurma. Bir oy yur. 10 kun mashinada bitta mashina haydab yura olasan, ko'tingdan kelami? Kelami? Haqiqat achchiq bo'ladi. Ko'tingni qiz, o'zingda yo'qmi, o'zing qilolmaysanmi? Bironta qilayotgan odamga ham bilad, qarshilik qilma. O'sib borayotgan odamga bilad, oyog'idan kelib chopish kerak emas. Ye. Onangni omini puliga. Sendan bir so'm pul oldimmi? Sendan bir so'm pul oldimmi? Sen menga pul berib qo'yganmisan? Yo birov kissasidan pul o'g'irlab oldimmi? Yo birontangdan bilan o'g'irlab oldimmi? Yo birontang ikkitangni urib oldimmi? Ye. Ol bilad, bizda miya daxoya o'smaganda bilad. Xuyet qilasan jalla. Daxoy odamni miyasi o'smay qo'ygan. Kelib olib ko'r, mana Aziz biladi. Kelib olib ko'r. Kelib olib ko'r. 130 ming, 200 ming dollar turadigan mashinani 1 soatga kelib olib ko'r, bir kunga qo'ysin. Ko'ting gapirib yuboradi. Men necha kundan beri qayda yuribman. Seni hayolingda prokatdir. Lekin men o'zim sotib olganman hammasini. Xohlasang hozir tushib ham ko'rsataman. Prosta yotibman. 10-etajdan tushishim kerak pastga. Ovora qilishim kerak, stankadan olib chiqib mashinamni deb. Tova qildim, bilad. Omiga sizga bir qishloq joydan chiqib Aziz, men faxrlanaman-da bilad. Bir qishloq joydan chiqib o'zimga mayli o'zimni ottirib nechta odamni kosasini oqartirdim. Nechta qiynalgan odamlarni o'ngladim. Nechtadan nechta odamni o'limga yoqqasiga yotgan odamlarni hayotga olib qoldim. Nechtadan nechta uysizlarga uylar qilib berdim. Mana rahmat shu bularni biladi. Mana rahmat shu bularni. Mana omigasga o'zi qila olmaydi bittasi ham. Qilgani yo'q birontasi TikTokda ham, Instagramda ham bironta joyda qilgani yo'q. O'zini mana nafsidan, o'zini mana hiqildog'idan orttira olmaydi. Men orttirib butun xalqqa qanchasiga yordam qilib, son sanoqsizlarga bundan keyin ham qilaman o'sha yordamni. TikTokka kirsam 2 kunni birida bitta qiynalgan odamga yordam qilaman. Yordamni ham katta qilaman yordamni. Ko'z bo'yamasilik bir qop un bitta suv emas biladi. Hayotini o'nglab o'raman. Mana bular rahmatdan naxuy. Mana naxuy bular menga rahmati bular. Bularni rahmat shu naxuy bilan. Mana bular rahmati. Gapirsang olib chiqib turib, shuni istorasini ko'tarsang jallab. Aka ukasiga foydasi tegmagan qo'taqlar bular ko'pi. Yana jallab bilan qilayotgan odamni ham qilgani qo'ymaydi. سلام Da nimaga yo'q balkon? Siz